Kecha Instagramda bir video ko'rdim. Bir ayol kim uyida bola borligini bolani ko'rsatmasdan isbotlab rasmga olib kommentariyaga tashlaydi deb aytgan. Men hozir uyda bola borligini bolani ko'rsatmasdan video qilib isbotlayman. Qaranglar. Mana ahvol. Mana. Yana kimni uyda shunaqa ahvol. Mana. Teshilmagan, yirtilmagan, uzilmagan, umuman bir aboy parda qolmagan. Bu mana bu katta yirtilganlarda mana bu kishim qilganlar. Mana bu tirnalganlar bu yana boshqa joy derazalarning oldilari tirnalib yotibdi. Bularni bu kishimning akasi qilgan. Hozir sizlarga ko'rsaman, uxlab yotibdi, uyg'otamiz. Mana bu kishim. Bu kishim tirnab beradi, u kishim polni yirtib tashlaydi.